Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchi insonlarimiz. Mana bu Olot tumanidagi Agrobankdamiz. Mana shu xodim, mana shu bu Hamdam ekan, ismini tanimayman. Hozir bizlar mana shu yerda shaxsiy mulkimizga tajovuz qilib, telefonimizni qo'limizdan tortib olib, urib, otib yuborib, yana ichini yugurib borib, o'zi olib ichidagi nimalar, videolari tozalab yubordi. Bu holat bo'yicha ichki ishlar nimasini xodimini chaqirdik. Mana bu kameralar ishlab o'tiribdimi, zaxitlaringiz bormi desak, yo'q deyapti bular. Ishlamaydi, zabt qilmaydi deb o'tiribdi bular. Endi mana bu yerda guvohimiz bor, bitta fuqaro, guvohimiz bor, bitta xodim bor, guvoh. Agar to'g'ri gapirsalar, holat bo'yicha. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchi insonlarimiz, Haqiqat yo'llar kanali obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Mana shu ko'rgan holatlaringiz, mana shu qisqa video lavha kecha 18 aprel kuni Olot tumanidagi Agrobank idorasida bo'lib o'tgan holat edi. Mana shu holat yuzasidan mana bu kun 19 aprel kuni mana ma'lumot berish uchun video murojaat chiqaryapman. Sababi kecha video murojaat chiqara olmadim. Sababi o'sha bo'lgan holatdan keyin ichki ishlar xodimlari bizni dastlabki surishtiruv harakatlarini olib borish uchun Olot tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi va u yerda meni sog'lig'im biroz yomonlashib, tez yordam chaqirishga majbur bo'ldik va shundan buyon kecha meni ahvolim bir ahvolda edi, sog'lig'im. Mana bugun holat yuzasidan bir bayonot berish uchun mana video murojaat chiqaryapman. Kecha 18 aprel kuni bir fuqaroning murojaati bilan Agrobank degan o'sha tashkilotga bordik. O'sha Agrobank degan tashkilotni ustidan, o'sha bankning ustidan ko'plab shaxsan meni kanalimga murojaatlar tushgan bundan oldin. Lekin o'sha joyga murojaatlarni o'rganish yoki mana bu ijtimoiy tarmoq orqali olib chiqish uchun shu paytgacha menda vaqt bo'lmagan, bu narsaga xohish bo'lmaganmi, vaqt bo'lmaganmi, xullas bir nechta murojaatlarni askar qilib kelganman. Ammo kecha 18 aprel kuni mana shu Burjoq hududida yashovchi bir fuqaroning murojaati bilan u yerga borishga majbur bo'ldik. Kredit masalasida u chegaradan o'ta olmagan, xullas kalom qarzdorligi bo'lmagan, qarzdorligi 100% bartaraf qilinsa-da, u chet davlatga chiqib ketish uchun, ishlash uchun chet davlatga chiqib ketmoqchi bo'lgan, ammo chegaradan o'ta olmagan, taqiq bor deb. Qaradimki, ijtimoiy ahvoli og'ir oilada yolg'iz boquvchi, xullas kalom ota-onasining sog'lig'i yaxshi emas. Shundan keyin o'sha masalada borib, o'sha kredit jarayoni bilan shug'ullanayotgan Hamdam degan o'sha xodim bilan uchrashib, ikkala taraf gaplashib bo'lgandan keyin holatga oydinlik kiritish maqsadida o'sha efir orqali savol berdim men u kishiga. Ushbu fuqaroning hozirgi kunda, bugungi kunda, ushbu soat, ushbu soniyaga qadar mana shu holat bo'yicha qarzdorligi bormi, yo'qmi degan savol qo'ydim. U kishi menga Hamdam degan o'dag'aylab siz kimsiz degan iddaoni qildi. Keyin men aytdimki, men ijtimoiy faolman. Menga tushgan murojaat bo'yicha keldim va men vaziyatni xolislik bilan o'rganishim kerak yoki bu kishini nimasi bilan chiqib Agrobankni yomonlamasligim kerak. Masalan, bu yerda holat qanaqa, nima bo'lyapti, buni o'rganishim kerak. Agar muammo bo'lsa, ijtimoiy tarmoqqa olib chiqamiz, bo'lmasa, joyda hal qilamiz degan masalani aytganimda, u kishi men uchinchi tomonga, uchinchi shaxsga bermayman, ma'lumot bermayman, bu bank siri, bu nima deb xullas kalom allam balolar dedi. Lekin men aytdim u kishiga, men sizga bank siri haqida so'raganim yo'q, yoki kredit summasi haqida so'raganim yo'q, yo shartlar haqida so'raganim yo'q. Bugungi kunda, hozirgi paytda, ayni momentda mana shu fuqaroni sizda qarzdorligi bormi, yo'qmi bankingiz bilan? Mana shunga ha yoki yo'q degan javob bering desam, u kishi darhol ustidan agressiv holatda turib, joydan sakrab turib, yonidagi xodimga buyurdiki, ahanani chaqir. Davay ahanani chaqir dedi. Buni nima haqqi bor meni nima qilishga, zabt qilishga yoki videoga, kameraga olishga nima haqqi bor dedi. Mayli bemalol chaqiring dedim. Xohlasangiz huquq-tartibot organlarini chaqiring dedim. Bemalol dedim. Agar men huquq buzarlik qilayotgan bo'lsam, qonun buzarlik qilayotgan bo'lsam, bemalol 102 qiling degan gap gapirgan paytim, qo'rqmasdan to'g'ri ustimga bostirib kelib, qo'limdagi telefonni udar bilan urib yubordi. Qo'limdagi telefon xuddi raketa misoli chirpirak bo'lib uchib ketib borib nimaga urildi, devorga urildi va u yerdan
telefonimni borib olaman degan paytim kelib meni itarib yuborib, o'zi telefonni olib, uni qo'lga osilishimga qaramasdan ichidagi nimalari o'chirib, o'sha zapislari, o'sha holati zapis bo'lgan kameradagi videoni holati o'chirib, xullas kalom shunaqa to'polon, baqir-chaqir, taqir-tuqir bo'lib ketdi. Endi men bilan birga borgan, murojaat qilmoqchi bo'lgan, video murojaat qilmoqchi bo'lgan fuqaro shokda, toki telefonni olib, kameralarni qo'shib, holati video tasvirga olaman degunicha, u telefon ichidagilarni o'chirib, telefonni nimani ustiga otib yubordi. Stol ustiga otib yubordi, tashladi, qarochi. Darhol bu holatdan stressga tushib, asabiylashib, 102 raqamga qo'ng'iroq qildim va ichki ishlar xodimlarini yuborishini talab qildim. Oradan biroz muddat o'tib bu yerga ichki ishlar xodimi yetib keldi va voqea joyini so'roq savol qilib o'rgandi. Bu yerda o'sha zo'ravon, o'sha agressiv, o'sha bir madaniyatsiz xodimning, Hamdam degan xodimning ichki ishlar nimasiga, xodimiga berayotgan nimasiga ko'ra, ma'lumotiga ko'ra, men telefonni qo'lidan tortib olib, ichidagi videolarni o'chiraman degan paytim, tortib olayotgan paytim telefon uchib ketdi degan ma'lumotni berdi. Lekin u yerda kameralar, mana bu ikkita binoni, o'sha xonani ikki burchagida joylashgan ikkita moslama, bu nima, bu kamerami, bu nima bu deb so'raganimda, bu qanaqadir favqulodda holatlar yuz bergan paytda ishlaydigan signalizatsiya deb javob berdilar. Bilmayman, endi kamerami, boshqa narsami. Holat endi to'liq tasvirga olingan joyini u zo'ravonlik qilib o'chirib tashladi. Hozir guvohlarimiz bizni faqat o'sha murojaatchi fuqaro va bitta bank xodimi bu yerda. Bizni nimamiz, guvohlarimiz. Endi u bank xodimi o'sha zo'ravon, o'sha agressiv, o'sha nervinni, qaysidir ma'nodagi nervinni nima xodim aytayaptiki, qo'lidan telefonni tortib olaman degan paytim telefon uchib ketdi deb o'zicha iqrorlik beryapti. Lekin mana shunchagina aqli bor odam ham aqli yetadiki, telefonni yoki biror narsani birov qo'lidan tortib olaman degan paytingiz u hech qachon qanot chiqarib uchib ketmaydi. Qanot chiqarib uchib ketib, borib devorga urilib, pastga tushib, unaqa holat yuz bermaydi. Endi yashirish uchun harakatini, qo'polligini yashirish maqsadida shunaqa o'zicha iqrorlik berdi. Bundan keyin ichki ishlar xodimlari bizni dastlabki surishtiruv harakatlarini olib borish uchun ichki ishlar binosiga olib ketdi, ichki ishlar bo'limiga. U yerda xullas kalom oradan biroz muddat o'tgandan keyin u yerga boshliq, Agrobank boshlig'i topilib bordi. Undan keyin xullas maksimal darajada harakat bo'ldiki, bu ishni yopti qilishga ichki ishlar xodimlari tomonidan ham Agrobank boshlig'i ismi kim edi, ismini ham o'sha stress holatda nima qilib bilmadim. Umrimda hech qachon menda bir qon bosimi ko'tarilish degan yoki boshqa bir kasallik bo'yicha hech qanday ro'yxatdan turmaganman shu paytgacha. Qon bosimi ko'tarish holatlari yuzaga kelmagan, ammo mana shu Agrobankdagi o'sha xodim, Hamdam degan xodimning ushbu qo'pol ravishdagi agressiv tajovuzkorligining orqasidan juda qattiq stressga tushdim va tez yordam xodimlari yetib kelgan payti meni qon bosimim oshib ketganini, ko'tarilganini va mazam bo'lmayotganini ular tasdiqlab, o'sha yerda menga nima qilishdi, lechena, ukol qilishdi va hokazo va hokazo. Ammo ichki ishlar xodimlari tomonidan ishni yopishga urinish holatlarini so'raganimda, nima uchun bunday qilyapsiz deganimda, yarashtiruv, bizlarda dastlabki harakatlar yarashtiruv harakati qilinishi kerak degan nimalar bilan, bayonotlar bilan o'zlarini oqlashga urinishdi. Mayli, men bularning bu harakatlarini qoralamayman ham, chunki bu ishga jalb qilingan o'sha Siroj Jo'raqulov va Ulug'bek degan ichki ishlar xodimlarining familiyasini bilmayman. Ichki ishlar sohasida o'z bilim nimasiga, ko'nikmasiga ega, o'z o'rniga ega bo'lgan xodimlar deb hisoblayman, bularni taniyman. Ishlagan biz hududimizda mana bu Siroj Jo'raqulov. Lekin eslatib o'tmoqchimanki, bu maksimal darajada sizlar kechagi harakatlaringiz maksimal darajada yarashtiruvga, ishi yopti qilishga, sudga olib chiqmaslikka harakat qilish holatlari qachonki ikki tomonda qarindosh urug'chilik nimalari bo'lsa, belgilar bo'lsa, qarindoshlar bo'lsa, masalan, ularni erta bir kun qarindoshligini hisobga olgan holda uni yarashtirish uchun mana shunday maksimal darajada harakat qilinadi. Yoki o'sha javobgar tomon huquqbuzar
ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lsa, uni erta javobgarlikka tortmaslik uchun yoki bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsa, huquqbuzarlikni bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsagina, mana shundaqa yarashtiruv nimalari sudga olib chiqmaslik uchun yarashtiruv variantlari qo'llash uchun mana shunday harakatlar olib boriladi deb o'ylayman. Menimcha qonunda ham mana shunday. Lekin bu xodim o'sha Agrobank xodimi hamdan harakatlarni bilib turib bajaryapti. U hech qanday bir nimada o'zini bilmagan holatda emas, o'zini bilgan holda emin erkin o'zining tajovuzkorligini, o'zini agressivligini, o'zini madaniyatsizligini, fuqarolarga hurmatsizligini, qonunlarga hurmatsizligini, prezidentimiz siyosatlariga hurmatsizligini oshkora bajargan holda, oshkora qilib mana shu harakatlari nagli bajardi va bu meni fikrim bo'yicha qonun bo'yicha hech qanday kechirib bo'lmaydigan holat va maksimal darajada bu javobgarligini olish kerak. Tem bo'li tashkilotlarimizda, davlat tashkilotlarimizda mana shunday agressiv, nervni, ana shunday tajovuzkor, qonunlari mensimaydigan, fuqarolarga hurmat qilmaydigan xodimlar ishlab faoliyat olib borayotgani yana bu sohada ham, ya'ni bank sohasida ham yuqorida kadrlarni ishga tanlab olishda juda katta xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganini, bu sohada ham yoki korrupsiya yoki nepotizm bo'layotganini qaysidir ma'noda shubha va gumonlarimizga asos bo'lyapti. Bir xodimni ishga qabul qilishdan oldin unga oddiy odob axloq qoidalarini, o'z vakolati va majburiyati doirasida harakat qilishni va davlat xizmatchisiga mos ravishda muloqot qilishni o'rgatish yoki mana shunday harakat qilishni o'rgatish bu rahbarlarimiz zimmasidagi mas'uliyat va majburiyat deb o'ylayman. Demak, bu yerda ham asosiy aybdorlik hozir asosiy katta majburiyat, asosiy aybdorlik bu rahbarlarimizda, o'sha Agrobank rahbarida. Yana bir marta aytaman, mana 20 yildan oshiqroq vaqt mana shu Olot tumanidagi Xalq bankida biz mijoz sifatida, masalan, bola nafaqa pullarini olish, boshqa pensiya pullar olish yoki bo'lmasa valyuta ayira boshlash, kontraktlar to'lash va hokazo bank operatsiyalarining barcha turlarida mana shu Olot tuman Xalq bankida mijoz sifatida nima qilamiz, shug'ullanamiz, lekin biror marta mana shu rahmat shu Xalq bank xodimlariga biror marta yoki agressivlik yoki fuqarolarning huquqlarini toptash yoki boshqa bir unaqa fuqarolarga hurmatsizlik yoki boshqa bir nimalar biz kuzatmadik. Demak, o'sha yuqoridagi Xalq bankining rahbarlari rahbarlik ilmiga ega bo'lgan insonlar boshqaradi mana shu bankni, Xalq bankini deb fikr qilaman. Biz erkin fuqarolik jamiyati qurish yo'li sari ketyapmiz deymiz-u, ammo amalda buni teskarisini ko'ramiz. Nima uchun? Toqatsizlik, kameraga nisbatan toqatsizlik, tanqidga nisbatan toqatsizlik, ommaviy axborot vositalariga nisbatan toqatsizlik va hokazo tashkilotlarda xodimlar o'zlarini davlat xizmatchisiga mos ravishda xalq bilan muloqot qila olmayotgani va hokazo holatlar. Bu judayam achinarli, judayam nima desam ekan, xunuk, judayam kulgili ahvol. Bu faqat biz uchun fojia. Fojiadan boshqa narsa emas. Kecha mana shu holatni ichki ishlar bo'limida Agrobank boshlig'i yetib kelgandan keyin pul bilan bosti qilish holatlari ham kuzatildi. Ya'ni ular menga pul tiqishtirishmoqchi ham bo'lishdi. Buni internetga olib chiqmang, shu arizani yozmang, shuni sudgacha olib bormagali va hokazo takliflar bilan meni kissamga pul tiqishtirdilar. Bu nima tuhmat emas, o'sha ichki ishlar bo'limidagi kuzatuv kameralariga bu bemalol muhrlangan, buni ko'rishlaringiz mumkin. Ammo men ular bergan pullarni rad qilib qaytarib tashladim. Sababi buni meni qaysidir ma'noda qopqonga tushirish deb ham o'yladim. Mana hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalari, blogerlarga nisbatan uyushtirayotgan tadbirlarning bir ko'rinishi, bir turumi bu qopqonga tushirish uchun deb ham o'yladim va ichki ishlar xodimlaridan iltimos qilamanki, holatni chuqur va xolisona o'rganib, ushbu xodimning
harakatlariga huquqiy baho berilib, maksimal darajada jazosi beriladi va bunday xodimlar davlat tashkilotlarida ishlashga umuman noloyiq deb topilishlarini bizga prokurorimiz Feruzaka Ochilev, Botir aka Ergashevlar bu borada juda ham e'tiborli bo'ladilar va bizning huquqlarimizni himoya qilishda bizga amaliy yordam beradilar degan umiddamiz. Hamma salomat bo'lsin.